Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Hammanglar sog'-omonmisizlar? Tuzukmisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi qizlarjonlar? Xonadoninglar tinchmi? Bugun ro'za-yu Ramazon kunini 3-kuni qizlarjonlar. Inshaalloh mana 3-kuniga ham keldik sog'-omonlikda. Voqli turdim. Sekin zavtragimni tayyorlaguncha ham vaqt bo'ladi. Bilinchik bilasizlar, vaqt oladi. Bitta-bitta pishirvaguninglarcha ham vaqt ketadi. Bugun saharlikka uydagilarga mana ichli qilib bilinchik qilyapman. Ayoqda qiymamni qovurib qo'yganman. Hozir pyurega qiyma solaman. Ichini hozir tayyorlab olib, keyin bilinchiklarimizni qilamiz, pishirishni boshlaymiz. Bu yoqda ko'kat nimaga dersalar, bu ko'k, ismaloq, chitir somsa qilmoqchiman qizlarjonlar. Chitir somsa. Mana qizlarjonlar, ikkita katta kartoshkamni pishirib qaynatib qo'yganman. Bilinchik ichini qilib olamiz hozir. Bu yoqda mana ozgina piyoz bilan qiymani qovurib qo'yganman. Hozir shuni solamiz mana. Mana bu qolgan ozginasini anaqa ismaloqlarga mana qo'shib yuboramiz. Yog'lari bilan somsa uchun-da qizlar. Endi pyure qilib olamiz. Ikkisini aralashtirib bilinchik ham bilasizlarmi, to'q tutadi. Men ikkita yesam o'sha to'yib qolaman. Shuning uchun bilinchik qildim. Yonida ko'k somsa. Sizlar bilan birgalikda chiroyli qilib saharlik stolni tayyorlaymiz. Oranglarda menga o'xshab uch bo'lmay turganlar bormi qizlarjonlar? Mana taqab tursanglar ulgurmaydi odam. Endi avvaldan bir kun avvaldan shu kechqurun bir nimalar pishirib qo'ysanglar, unda to'g'ri taqab tursanglar o'sha nima deydi 5 bo'lar bo'lmas, isitib hammasini stolga qo'ysa bo'ladi. Avvaldan zagotovka qilib pishirib tayyor qilib qo'ygan bo'lsanglar-da, isitib tayyor bo'lmasa, turib pishiradigan bo'lsanglar, unda vaqtli turish kerak. Shoshmay bemalol ish qilib olasizlar-da. Vaqtli yotdim-da, men uyqumni oldim, uxlab oldim. 3 bo'lar bo'lmas, 3 bo'lmadi. Men vaqtli turdim. Men turganimga Sadiya ham ketimdan chiqib keldi. Videoga kim ovatdi bu arada? Sadiya qiz ovatdi, qizim bugun ana. Shunaqa mana pyureni qilib oldim qizlar, ko'rdinglar. Mana priprava qo'shmadim. Aytib o'tganimdek qiymasiga hammasini qo'shib o'tganman. Sho'rtangina qilib. Shunaqa. Ichi tayyor mana. Anaqammi? Bilinchigim ichi tayyor. Endi bilinchikni tayyorlab olamiz. Mana qizlarjonlar hamma narsani tayyorlab oldim. 2 dona tuxum. Endi bilinchiklarimizni tayyorlashni boshlaymiz. 1 stakan iliq sut. 1 stakan suv. Yog' qo'shamiz. O'simlik yog'i. Ikki dona tuxum. Ikkita tuxum soldik qizlarjonlar. Bitta chaynak ложкада tuz. Bir osh qoshig'ida shakar. Bir osh qoshig'ida razrıhlicha. Tayyorlashga boramiz.
Endi un elab olamiz. Bismillah. Mana qiziljonlar qilmasa bo'ldi. Mana shunaqa. Quyuqdan sal suyuqroq. Shunaqa holatda bo'lish kerak. Buni qizlar pishirib olganman. Pishirishni boshladim. Qizib turgan skоворodkaga solamiz. Bismillah deb. Ko'chada shunaqa shamol bo'lyapti, qizlar. Nima balo yomg'ir yog'adimi deyman. Tashqarida rosa shamol bo'lyapti-da. Oynani ochib qo'yganman, zo'r lekin toza havo. O'zi pishsa mamitlarim doq ochilib chiqadi, bilasizlarmi? Skоворodka уже qo'yib yuboradi-da, mana chekalarini. Уже bilsa bo'ladi, что tegi qizarganda. Mamitlar ochilib, dom ko'chib qoladi-ku skоворodkaning chekalari. Уже demak tegi qizargan bo'ladi. Mana bismillah deb o'giramiz. Bismillah deb. Mana qiziljonlar bilinchiklarimni pishirib oldim. Mana. Endi ichini solib chiqamiz. Oxirida shunaqa kichkinaginasi chiqdi. Buni saziyaga o'rab beramiz, qizim. İçini solib, qizim yeb ko'radi. Qanaqa chiqibdi etatiga mana. Qani yeb ko'r. Qalay chiqibdi qizikka? Suv chiqibdi ojon, tab ko'rmasin. Voy malades, osh bo'lsin qizimga. Telefonni usha endi. Men ichlarini solib, endi o'rab tashlayman. Mana qizlarjonlar. Qaranglar, zo'r chiqdi. Bilinchigim o'xshab chiqdi mana. Ko'rdinglarmi? Yo'qagina bo'lib. Endi ichlarini o'rab olamiz. Bismillah deb. Yo'qagina yumshoq, mayin bo'lib chiqdi. İçini solib endi o'raymiz qizlar. Bismillah.
Qaranglar. Yo'qagina. Sipilinayotgandir ham. Yasmin chiqam turib oldi bu orada. Multik ko'rib o'tiribdi. Ana. Yasmin dedim, yig'layapti sirasi. Qizim, hozir o'rab oling. Yonida yotishim kerak-da. İçi yetgancha-da endi qizlarjonlar. Menimcha bilinchigim ko'p, ichi kamroq deb o'ylayapman. Yetgancha mayli. Yetmaganiga sug'ushonka bor qizlar. Kolbasa sir qo'yib yeyishadi. Men sug'ushonka surib anaqa yong'oq sepib yeyishni yaxshi ko'raman. Men ko'pincha shunaqa. O'g'lim shunaqa ichli yaxshi ko'radi. Shunaqa qilaman, saharlik etsam, "Voy, oyijon" deb xursand boya. Ertalabga qilib beraman shunaqa dedim-da. Xursand bo'lib ketyapti. Qizlarjonlar. Mana ichsiz qolgani shu. Bular mana ichli chiqdi qizlarjonlar. Ko'rdinglar mana. Bular ichli chiqdi mana. Ko'rdinglar? Hali turishsa, yeb olishadi. Yeymiz saharlikda. Voy, ana birinchik berib qo'ydim. Sadiya ichli yeyapti, Yasmin ichkaga. Ana ichsizidan bitta berdim. Ana qizim. Uyim rosa issiq ko'tida ishtoni ham yo'q. Uxlayotdi, aytdim-ku chiqib keldi deb. Shunaqa issiq bitta bodikda uxlatib uyg'onib bu ham chiqib ketdi. Yeyla osh bo'lsin. Mana qarang, katta chinam. Mayli osh bo'lsin. Yesin qizim. Yoqdimi? Zo'r chiqibdimi? Yumshoqqina osh bo'lsin yeyla. Shunaqa. Telefonini tepaga qo'yib ber. Qizim, mana qizim. Didika. Qara, qo'lidagini bo'lib bersak bo'lar ekan. Ha? Bo'lib ber, qo'lidagini kichikroq qilib. Ana qiladi. Kattada yeya olmayapti. Ana yotdi. Kichik. Yasmin tosh. Qizlar, men ham yeb ko'ray dedim, qanaqa chiqibdi deb. Sadiya bilan hozir bitta olib bo'lishib yeb ko'ryapmiz. Oshi zo'r chiqibdi. Yumshoq shunaqa qizlar. Zo'ra? Joningiz kirib yeysiz. Shunaqa yoqimli, qaranglar. Zo'r. Qo'llarim dard ko'rmasin. Dasini Yasminchika yeyapti. Qizlarjonlar, bir bardak sut. Bu anaqaga, nima deydi? Xamirini ichiga, ustiga surishga-da, mana shu bir bardakda yog'. Qismli yog'i. Yog' qo'shamiz. Bir dona tuxum. Va bir osh qoshig'ida qatiq qo'shdim. Xamirini yufqalarga surib chiqish uchun va oxirida ustiga surish uchun shunaqa nima deydi? Shunaqa aralashma tayyorlab olamiz-da.
Mana yaxshilab aralashtirdim. Endi buni chekkaga olib qo'yaman-da. Mana endi yufqalarimizni ochib olamiz. Tayyor yufqa qizlarjonlar. Lavash xamiri-da. Mana. Men bir anaqa videolar, eski videolarimni teparoqda ko'rib o'tgan bo'lsanglar, endi ko'rganmisizlar yo'qmi? Shunaqa yufqa xamirini qo'limda ochganman. O'zim xamir qilganman. Xamiri oddiy-da. Yog'lab, shu ochgan saringiz xamir ochilib ketaveradi-da, yumshoq xamir bo'ladi qizlar. Shunaqa nima deydi? Ismalodan el ochmasi somsa qilganman. Ya'ni qo'lda yoyib-da, jovasiz. Eski videoyimda bor. Qiziqqanlar agar xohlovchilar ko'rsanglar bo'ladi demoqchiman. Endi hozir yufqadan qilaman. Atak uni ham o'sha xamir tayyorlab o'zinglar qilsanglar, ashi u ham shunaqa cho'tki chiqadi, yeyishli chitir bo'lib zo'r chiqadi. Uzoqroqdan olsang mana ko'rinadi. Yog' solmayman. Nega desanglar, boya nima deydi? Qiymani tegdirasa yog'i bor edi, ko'rdinglar? Bilinchikka qo'shmadim-da. Qiymani yog'lari bilan men bunga qo'shdim. Mana yog'liqqina. Mana. Qo'lim уже yog'liq bo'ldi. Yetarli-da, уже ko'pi ham ko'p bo'lib ketadi. Mana bir sidira tuz sepib aralashtirib yubordim. Hech nima qo'shmadim. Nomiga qiyma tashadim, bo'ldi. Ana o'zini sousi bor-ku mana. Aralashmacha tayyorladik. O'sha sousiga ko'rdinglar? Bir bardak anaqa qo'shdim men hozir. Yo'q, o'sha yetarli. Endi shu sousimizdan shotkamiz orqali surib chiqamiz. Bismillah deb. Turkcha bo'rakda qizlar. Turkcha bo'rak bir pasta bo'ladi. Buni ichiga tvorog bor, tvorogga qurug'i. Quruq tvorog solib, o'rab qilib tashlasanglar ham bo'ladi, ko'katli ham bo'ladi. Qiyma bilan pyure uzoqroqdan olsangiz sadya ko'rinadi. Qiyma bilan nima deydi? Qiyma bilan pyure o'sha aralashmasini surib, o'rab ustiga mana shunaqa sousidan surib duxovkaga, gazga tiqib yuborsanglar, chitir qizil bo'lib, to'kilib, shunaqa chiqadi choylarning yonida. Zo'r ketadi qizlar. Mana osongina tayyor yufqalardan bir pasta bo'ladi. Erinmasanglar, kichkina zuvolacha xamir qilib o'zinglar yog' qo'linglar bilan ochsanglar, shunaqa ochilib ketadi, marli bo'ladi, marli xamir. O'rab gulga o'xshatib, aylantirib, dislarga taxlab, ustiga ana sousidan surib duxovkaga tiqib yuborasizlar. Voy dod, bo'p somsa chiqadi-da. Mana endi buni qo'yib chiqamiz qizlar. Xamirim 4 ta yo 5 ta. Ichini ko'proq qo'yaveramiz. Uni quruq xamir ko'p qolmasin-da. Ko'kat bilasizlar, pishganda o'ladi-da, kamayib ketadi. Shuni hisobiga ko'proq qo'yish kerak. Ha, qizim, havo shunaqa aynibdi, lekin mana shunday qilib qo'yib olamiz-da. Ko'ryaptimi Sadiya? Videoga chiroyli qilib ol. Tushunarli qilib. Mana buni o'raymiz, qizlar. Ko'p ham sovorimman men ichiga даже. Mayli, ichlikkina bo'lsin. Endi buni
Qizilajonni o'rab o'rtasiga qo'yamiz. O'rab oldim. O'rtasiga qo'ydim. Endi u aylantirib chiqilaveradi. Uzoqroqdan olsa-chi. Mana qizilajonni gulbo'rik kattasi o'ramali. Anaqa bo'lmasa ham ko'rinishicha ingichka bo'ladi, ingichka uzunda, ularni yufqalari katta dumaloq, ani o'xlovlarda yoyamiz biz somsalarga, xona mantilarga katta xamirlarchi shunaqa kattalikda ularda yufqalar shunaqa bo'ladi-da. Uni ichiga solib o'rasangiz uzun bo'ladi. Listga mana shunday aylantirib chiqasiz, вообще chiroyli chiqadi. Maniki ko'rdinglar, avvalniroq lavash xamiri edi. Shuni hisobiga shakli unaqa chiroyli chiqib bermadi. Endi qolgan sousini mana shu aralashmani ustiga surib chiqamiz. Yufqa katta bo'lsa, buni qo'lda ochsam zo'r bo'lardi-da. Shu men xohlaganimdek chiroyli ko'rinishi ham ashiqqa nima deydi? Ingichka o'ramali bo'lib, o'xshab chiqib berardi ko'rinishi. Atak qilinishi xuddi shunaqa qilinadi. Yufqa kichkinalik qildi. Shaklini yetdi, dumaloq emas. Mana sousimizni hammasini surib chiqdim. Ko'rdinglar, ichiga ustiga mana shu ketdi hammasi. Qolganini shu quyib yuboramiz. Duxovkani yoqib qo'yganman avvaldan. Sedani oqidan sepamiz. Qizil chitir bo'lib chiqadi. Keyingi safarchi qo'limda o'zim xamir ochib, yupqagina marlidek qilib shunaqa somsani men o'zim qo'llarim bilan qilaman. Ya'ni xamir ochib demoqchiman. Tayyor yufqadan emas-da, o'zim. Mana vaqt bemalol bo'lganda ujinga bir kuni qilib, uni ham men sizlarga ko'rsataman inshaalloh. Mana chitir somsamiz tayyor, ya'ni gulbo'ragi deb nomlanadi. Qizlar shunaqa chiroyli yomg'ir yog'yapti. Qaranglar. Sizga ko'rsatsam. Qaranglar. Qanaqa tezlikda yog'yapti. 5-6 kun shunaqa kun isidi. Bu issiqlardan keyin yomg'ir ham kerak edi qizlar. Havo shunaqa zo'r, toza havo. Qaranglar, qanaqa tez yog'yapti. Zo'r-a? Toza havo, shunaqa svejiy. Hamma uxlayapti, bitta men uyg'onmanmi deyman. Qizlarjonlar. Hammani sveti o'chib. Soat 4:30 bo'lyapti qizlar. Yomg'ir qaranglar qanaqa tezlikda yog'ishini. Hadezi svetida ko'rinadi, yaxshi. Qizlar pishib chiqdi. Hidlari shunaqa chiqyapti. Qaranglar. Qaranglar. Qanaqa chiroyli. Bismillah deb olamiz. Issiq. Qaranglar buni chiroyligini.
Mana qizlarjonlar pishib chiqdi, qaranglar. Ko'rdinglar? Chitir bo'lib, sal uzoqroq olsa aytayman. Endi bismillah deb kesamiz. Yaxshi kesilmoq. Voy, issiq. Sovishini kutmadim. Issig'ida sizlarga ko'rsatay dedim-da, qizlar. Ko'rinmayapti Sadiya. Ko'rdinglar? Bunaqasi ko'rsatayman, bunaqasi. Ko'rdinglar? Ichlarini o'rama bo'lib chiqqan ichlari. Issiqqina. Qizlar. Ko'ringlar. Shetidan ozgina yeb ko'ring. Yaxshi kesilmoqda-da. Bismillah. Voy, gap yo'q. Kuymagan qip-qizil. Voy, dahshat, qizlar, ishoninglar menga dahshat. 180 darajada pishirib oldim. Necha minutligi yo'q. Usti qizardimi olaverasizlar. Ko'katu tez pishadi. Shunaqa qizlarjonlar, xamiri yupqa, anaqa nima? Lavashdan qildim, ko'rdinglar, yufqadan qildim. Voy, shunaqa yoqyapti, dahshat qizlar. Tayyorlab qilib ko'ringlar. Mazasiga yaxshi gap yo'q. Gap yo'q. Somsalarimizni kesdim qizlarjonlar. Stolim tayyor. Kelinglar. Saharlik stoliga birga zavtrak qilamiz qizlarjonlar. Mana bilinchiklarim yumshoq, chaynami yutasiz, mayin, chitir mazali somsalarim qilib tayyorlab ko'ring, menga rahmat etasiz. Duolaringizda eslab o'ting, xursand bo'laman. Hammaga ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin.